O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xonanda, opera ijrochisi Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekani keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Jenisbek Piyazov ijtimoiy tarmoqlarda Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekani hazilga olib aytilgan. Ushbu izoh kulguli va samimiy ruhda e'tiborni tortdi va foydalanuvchilarni reaksiyasini keltirib chiqardi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jenisbek Piyazovning Ozoda Nursaidova haqida aytgan hazilomuz gaplari ko'pchilik e'tiborni tortmoqda. Ma'lum bo'lishicha, san'atkor hazil aralash tarzda Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekanini aytgan. Ushbu gap jiddiy emas, balki kulguli ruhda aytilgan bo'lib, muxlislar orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa Jenisbek Piyazovning bu haqdagi videosi ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilarning turli hazilomuz izohlariga sabab bo'lgan. Xonanda Jenisbek Piyazov va Ozoda Nursaidova atrofidagi bahs ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xabarlarga ko'ra, xonanda Jenisbek Piyazov o'z da'vosida Ozoda Nursaidovani uning qo'shig'ini ruxsatsiz ijro etganini aytgani haqida ma'lumotlar tarqaldi. Bu holat san'at ahli o'rtasidagi mualliflik huquqi, qo'shiq ijrochisi va ijodiy munosabatlar mavzusini yana kun tartibiga olib chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan muhokamalarga ko'ra, Jenisbek Piyazov xonanda bilan bu masala yuzasidan yuzma-yuz gaplashish uchun uning ish joyiga borgani va o'sha yerda keskin vaziyat yuzaga kelgani aytilmoqda. Aynan shu holat internet foydalanuvchilari o'rtasida turli bahslarni keltirib chiqardi. Ayrim muxlislar bu voqeani navbatdagi shou-biznes bahsi deb baholab, uni PR yurishi bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Chunki ularning fikricha, Jenisbek Piyazovning yillar davomida shakllangan obro'si va bosiq imiji uni bunday keskin harakatlar bilan bog'lashga to'g'ri kelmaydi. Jenisbek bu darajada pastkash emas, buni ortida boshqa sabab bo'lishi mumkin degan fikrlar ham izohlarda ko'p uchramoqda. Boshqa tomon esa, agar haqiqatdan ham qo'shiq muallifligi yoki ijro huquqi buzilgan bo'lsa, agar bir ijodkor o'z mehnatini himoya qilishga haqli ekanini ta'kidlamoqda. Bu esa muhokamani yanada qizitdi. San'atda mualliflik huquqi qay darajada himoya qilinmoqda? Qo'shiqni ijro etishdan oldin ruxsat olish shartmi? Yoki bu oddiy tushunmovchilikmi? Hozircha tomonlarning rasmiy va to'liq bayonotlari kutilmoqda. Ammo bir narsa aniq, bu voqea ijtimoiy tarmoqlardagi eng qizg'in muhokamalardan biriga aylanib ulgurdi va muxlislar hanuz voqeaning asl tafsilotlarini kutishmoqda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.